fitr sadaqasining miqdori. Buni ham kecha gapiraman. Birinchi buni aytishdan oldin sizlarga tushuntirib qo'yay. Mana ichimizda kambag'al bor, o'rta me'yor bor, boy bor. Bu aniqda bu. Uchovi 3 xil uyga xarajat qiladi, 3 xil atir oladi, 3 xil paypa oladi, to'g'rimi? 3 xil to'y qiladi. To'g'rimi? O'rta me'yor pastdaqa, masalan, pastdagi odam misol deydi 30 mingga bitta mushkambarni olsa, o'rta me'yordagi yo'q deydi, men 150 million olaman deydi. Boy 300 dollarga atir oladi. Mayli, 3000 dollarga olsin, qandini ursin. Men uni ko'ylamoqchi emasman. Faqat batta vijdon haqida gapirmoqchi. U vijdon nima desangiz, fitr sadaqani bug'doydan, arpadan, mayizdan, xurmodan olsa bo'ladi. Bu degani sastayingizga qarab turib fitr sadaqa ajrating degan. Kambag'al beradigan 2 kilo bug'doyda 14 ming so'mdan ajratmang. Ras boymisiz, necha kishisiz uyda? 9 kishi, 100 dollardan, men 900 dollar bar berib keling. Dadillikni mashinada qilaylik. Pul qistirishda, yo mashinada sakadiska qo'yishda, yo birona pulonga qilishda emas. Xo'p, bug'doydan 2 kilo hisoblansa 14 ming so'm bo'lar ekan, arpadan 4 kilo hisoblansa 20 ming so'm bo'lar ekan, mayizdan 2 kilo hisoblansa 110 ming so'm bo'lar ekan. Mayli, buni diniy idora aytilgan, lekin 300 millik, 400 millik, 500 millik mayiz bor. Lob qovarding deysiz, men sifatlab beraman. 1 kilosi 500 millik mayiz bor. 1 kilosi. Men mayizdan olaman desangiz, 2 kilo mayiz eng qimmatini olaman. Sifatda eng dishovi, eng arzoni olinibdi. 110 ming bu degani 55 ming so'mdan kilosi hisoblanibdi. Boymisiz? Yana qayta aytyapman, o'sha kambag'al oladigan 35 ming so'mlik atirda olib ishlatmayapsizmi? 300, 500 dollar, 700 dollar, 1000 dollar, 100 dollarga atir olib ishlatmayapsizmi? Bag'ini ham dondirib qo'yaylik. Hali bir ukamiz aytdi-da, men qurbonlik so'yaman, shunaqa nima qanaqa desam, bitta mol purushga aytdim, O'zbekistondagi eng katta molni topib kelib ber dedim, dedi. Malades uka dedi. Mana. Bag'i ham yaxshi, zo'r mashina minadi, uyi zo'r, biznesi zo'r, zato bag'ini ham dondirib qo'ygan. O'zi aslida o'sha 6 oyga to'lgan bitta qo'y qo'zichog'ida olib 200 dollarga so'yib bersan, qurbonlik ado bo'lardi o'sha. Bunaqa qilmadi, nima vijdoni bor-da uni. Men fitr sadaqa berayotganda ham ha desa, o'zi taylarida 70 ming dollarlik mashina, 14 mingdan 10 kishini hisobladi, 140 ming bergan odam, men aytaman-da, men o'zim haqiqiy vijdonsiz odam o'sha odam bo'ladi. Keyin xurmodan 4 kilo 180 ming. Eng zo'r xurmo nechi pul? Katta xurmo. 110 ming, 120 ming, 150 ming. Ajvalar tozasi 50 dollar. Ajvani tozasi. Bu degani 4 kilo ajva nechi pul bo'ladi? Batta to'g'ri 180 ming olingan, to'g'ri xurmoni ham 36 xilmi turi bor. To'g'ri, lekin vijdonimiz oldida o'zimizga savol beraylik. To'g'rimi? Endi kasalligi uchun roza tutalmayotganlar, fidya bera olmayotganlar o'sha bitta kambag'allik qonni to'yadigan deydi. Bu nima degani desa, hali gap kambag'al, o'rta me'yor, boymi? Mana boy kambag'al ko'chada abid qilgandaqa abid qilmaydimi? Kambag'al ichi to'la piyoz bo'lsa ham o'sha bitta somsani oladi 4 mingga, katta bu somsani, yarimta non oladi 2 ming so'mga, bitta choy oladi 3 ming so'mga, 12 mingga abid qiladi. Ichi to'la piyozligini ham biladi buni, ichida kalla go'shligini ham biladi buni. Lekin kambag'alda nima qilsin? 15 mingga abid qiladi xolos. Lekin boy nima qiladi? Restoranga aytadi, joy olib qo'y deydi, zakaz. Bilamiz, ko'ramiz u. Kiradi, ovqatni yeydi, ovqat ortib qoladi, shundoq shotni ber deydi, bunday shot keladi. Ikkita odam o'tirgan, 210 ming, 270 ming, 300 ming, 400 ming. Heyo, beyo, 270 ming bo'lsa, 300 minglikni tashab, ofisanga qaytib o'zingga olib bo'lar deydi. Mayli, malades ag'aga. 300 mingga abid qilyapsanmi, mashina ikiting, endi bag'ini ham dondirib qo'y degan. Shu